Salom hurmatli tomoshabinlar, aziz kanalimiz obunachilari va barcha nafaqa oluvchilar. Bugungi videomiz aynan sizlar uchun. Men bugun juda ham muhim va ko'pchilikni tashvishga solayotgan bir mavzuni ko'tarmoqchiman. Gap shundaki, joriy yilning 10 may sanasidan boshlab ayrim toifadagi fuqarolarning nafaqa to'lovlari to'xtatilish xavfi borligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu xabar ko'pchilikni xavotirga solganini bilaman. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman. Unda nafaqalar to'xtatilmasligi uchun nima qilish kerakligi, kimlar xavotirlanishi lozimligi va kimlar bemalol bo'lishi mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu ma'lumotlar har bir nafaqa oluvchi uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Keling, bugungi dolzarb mavzuni boshlaylik. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari nafaqa to'lovlarini olish jarayoni ancha sodda edi. Fuqaro nafaqa tayinlash uchun ariza topshirardi, kerakli hujjatlarni taqdim etardi va nafaqa tayinlangandan so'ng u belgilangan tartibda har oyda to'lab borilardi. Aksariyat hollarda nafaqaxo'rlar o'z ma'lumotlarini muntazam ravishda yangilab turishga majbur emas edilar. Faqatgina shaxsiy ma'lumotlarida jiddiy o'zgarishlar, masalan, familiya o'zgarishi, yashash joyining o'zgarishi yuz bersagina bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishlari talab qilinardi. Nafaqa to'lovlari asosan bank orqali kartaga yoki pochta bo'limlari orqali naqd pulda amalga oshirilardi. Nazorat mexanizmlari ham asosan jismoniy tekshiruvlar yoki ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi xodimlarining murojaatlari orqali bajarilardi. Shuningdek, ba'zi bir holatlarda nafaqa oluvchining tirikligi yoki ma'lum bir hududda yashash haqida tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin edi. Lekin bu holat muntazam tus olmasdi. Endi esa vaziyat biroz o'zgardi. Raqamlashtirish jarayonlari va davlat xizmatlarini modernizatsiya qilish bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar natijasida nafaqa tizimida ham yangi mexanizmlar joriy etilmoqda. Bugungi kunda ma'lumotlar bazalarini integratsiyalash, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari aniqligini ta'minlash va to'lovlardagi xato kamchiliklarning oldini olishga qaratilgan qat'iy talablar qo'yilmoqda. Eng muhimi shuki, pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaytirildi. Bu degani, endilikda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, yashash joyingiz, bank hisobingiz holati va hatto o'lim to'g'risidagi ma'lumotlar real vaqt rejimida tizimlararo tekshiriladi. Mana shu yerda ba'zi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Agar sizning ma'lumotlaringizda eski, noto'g'ri yoki umuman yo'q ma'lumotlar aniqlansa, yoki siz uzoq vaqtdan beri pensiya olmasangiz, yoki sizning nomingizdan boshqa shaxs tomonidan nafaqa olinayotgan bo'lsa, tizim buni avtomatik ravishda anomaliya deb baholashi mumkin. Natijada ma'lumotlar aniqlangunga qadar yoki sizning holatingiz tasdiqlanmaguncha nafaqa to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi mumkin. 10 may sanasi esa bu yangi tizimning joriy etilishi va eski ma'lumotlar bilan bog'liq muammolarni aniqlash bo'yicha dastlabki katta tekshiruvlar boshlanadigan sana sifatida ko'rsatilmoqda. Bu xavotirlanishga sabab bo'lsa-da, vahima qilishga hojat yo'q. Muhimi vaziyatni to'g'ri tushunib, kerakli chorani o'z vaqtida ko'rishdir. Asosiy qismi batafsil tahlil. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas keling. Endi vaziyatni batafsil tahlil qilamiz. Siz nimalarni bilishingiz kerak va kimlar uchun bu xabarlar haqiqatan ham jiddiy xavf tug'diradi. Birinchidan, shaxsiy ma'lumotlar pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida eskirgan yoki noto'g'ri bo'lgan fuqarolar. Bu eng keng tarqalgan muammolardan biri. Tasavvur qiling, siz pasportingizni o'zgartirgansiz, masalan, biometrik pasportga, keyinchalik ID kartaga, lekin bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagansiz. Yoki siz familiyangizni o'zgartirgansiz, masalan, turmushga chiqqaningizdan keyin, lekin eski familiyangiz bo'yicha ma'lumotlar tizimda saqlanib qolgan. Avvallari bu jiddiy muammo tug'dirmas edi. Ammo hozirda barcha davlat idoralari ma'lumotlar bazalari yagona platformaga integratsiya qilinmoqda. Agar sizning pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringiz, masalan, FIO, pasport seriyasi va raqami, yashash manzili Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarga mos kelmasa, tizimda nomuvofiqlik yuzaga keladi va bu holatda sizning nafaqangiz vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Misol, Berka 75 yoshli Gulnora aya. Uning pasporti 10 yil oldin muddati o'tgan va yangi biometrik pasport olgan, ammo pensiya jamg'armasiga bu o'zgarishni bildirmagan.
u har oy kartasiga tushadigan nafaqasini bemalol olib kelgan. Lekin unutmaydan so'ng tizim uning eski pasport ma'lumotlari bilan yangi ma'lumotlar orasida nomuvofiqlikni aniqlaydi. Tizimda Gulnora Ayaning mavjudligi haqida shubha paydo bo'ladi. Natijada uning nafaqa to'lovi vaqtincha to'xtatiladi. Bunday holatda Gulnora Aya nafaqa olish uchun DXM Davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, yangi pasporti nusxasini taqdim etishi, ma'lumotlarni yangilashi kerak bo'ladi. Bu unga ko'proq vaqt va asab talab qilishi mumkin. Ikkinchidan, uzoq vaqtdan beri nafaqa olishga kelmagan yoki pulni bank kartasidan yechib olmagan fuqarolar. Agar siz 6 oy yoki undan ko'proq muddat davomida o'z nafaqangizni pochta bo'limi orqali naqd pulda olishga bormagan bo'lsangiz yoki bank kartangizga tushgan pullarni umuman ishlatmagan bo'lsangiz, bu ham tizim tomonidan shubhali holat sifatida baholanishi mumkin. Pensiya jamg'armasi bunday holatlarda nafaqa oluvchining tirikligi yoki uni olishga qodirligini tekshirishni talab qilishi mumkin. Chunki bunday uzoq muddatli harakatsizlik, masalan, nafaqa oluvchining vafot etganligi, ammo bu vaqtda jamg'armaga xabar berilmaganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Misol 2. Qishloqda yashovchi aqamning yoshli Odil bobo. Uning nafaqasi bank kartasiga tushadi, lekin u o'z bankomatdan pul yechmaydi. Barcha xarajatlarni farzandlari yoki nevaralari amalga oshiradi. U kartasidagi pullarni kamdan-kam holatda bir necha oyda bir marta ishlatadi. Farzandlari esa uning kartasini o'zlarida saqlab turadilar. Yangi tizim Odil boboning kartasidan uzoq muddat pul yechib olinmaganini aniqlaydi va uning nafaqa to'lovini to'xtatadi. Bu holatda Odil boboning o'zi shaxsan yoki uning ishonchli vakili pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, Odil boboning tirikligini va nafaqa olishga haqli ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma taqdim etish kerak bo'ladi. Afsuski, bu holatda boshqa shaxsning doimiy ravishda kartadan pul yechib olishi, garchi bu noqonuniy bo'lsa-da, kamroq e'tiborni tortishi mumkin. Lekin baribir nafaqa oluvchining o'zi muntazam ravishda nafaqa olish jarayonida faol ishtirok etishi muhim. Uchinchidan, xorijda yashovchi yoki uzoq muddat chet elda bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lib nafaqa olsangiz, lekin doimiy yashash uchun xorijga ko'chib ketgan bo'lsangiz yoki 6 oydan ko'proq muddatga chet elda bo'lsangiz, sizning nafaqa to'lov tizimingizda ham muammo yuzaga kelishi mumkin. Pensiya qonunchiligiga ko'ra, chet elda doimiy yashovchi shaxslarning nafaqa to'lovlari bo'yicha alohida qoidalar mavjud va bu qoidalar xorijiy davlatlar bilan tuzilgan shartnomalarga bog'liq bo'ladi. Agar siz xorijda yashayotganingizni pensiya jamg'armasiga bildirmagan bo'lsangiz, bu ham xato deb baholanadi. Misol 3-6 yoshli Nodira opa 3 yildan beri Germaniyada qizining yonida yashaydi. Uning O'zbekistondagi bank kartasiga har oy nafaqasi tushadi va qizi bu pullarni uning ehtiyojlari uchun ishlatadi. Nodira opa chet elga ketishdan oldin pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermagan. Yangi tizim Nodira opaning O'zbekiston hududida doimiy yashash manzili bo'yicha yashamayotganini aniqlaydi va uning nafaqa to'lovini to'xtatadi. Endi Nodira opa Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilib, o'zining tirikligi haqida ma'lumotnoma olishi va bu ma'lumotnomani O'zbekistonga yuborish kerak bo'ladi. Bu jarayon ancha vaqtda talab qiladi va murakkablik tug'dirishi mumkin. 4-dan, ishonchnoma asosida nafaqa oluvchi shaxslar. Agar siz nafaqani o'zingiz emas, balki ishonchnoma asosida boshqa bir shaxs orqali olsangiz, bu ishonchnomaning muddati va haqiqiyligi qat'iy tekshiriladi. Ishonchnomaning muddati o'tgan bo'lsa yoki u noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, nafaqa to'xtatiladi. Misol, Darmakan 5 yoshli Murod bobo og'ir kasal bo'lib, to'shakka mixlanib qolgan. Uning nafaqasini har oy o'g'li Hasan ishonchnoma asosida oladi. O'g'li ishonchnomaning muddati tugashiga e'tibor bermagan va uni yangilamagan. Yo'nmaydan so'ng tizim ishonchnomaning muddati o'tganligini aniqlaydi va Murod boboning nafaqa to'lovini to'xtatadi. Bu holatda Hasan yangi ishonchnomani notarial tartibda rasmiylashtirishi va pensiya jamg'armasiga taqdim etishi kerak bo'ladi. Agar Murod bobo notariusga bora olmasa, notarius uyga chaqirilishi kerak. Bu qo'shimcha xarajat va noqulayliklarga olib keladi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Aksincha, kimlar bu holatdan xavotirlanmasligi kerak. Agar siz quyidagi mezonlarga javob bersangiz, sizning nafaqangiz to'xtatilmaydi. 1. Doimiy yashash joyingizda yashasangiz va ma'lumotlaringiz yangi bo'lsa, agar siz O'zbekistonda yashasangiz, pasport ma'lumotlaringiz yangilanib bo'lsa, ID karta,
sizning familiya, ism, ota ismi va boshqa shaxsiy ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida to'g'ri aks etgan o'rin yo'q. Ikum. Siz nafaqangizni muntazam ravishda olib tursangiz, har oyda nafaqangizni bank kartasidan yechib olsangiz yoki pochta orqali naqd pulda qabul qilsangiz, ya'ni faollik ko'rsatsangiz, bu holatda ham tizim sizda muammo ko'rmaydi. O'ch. Pensiya jamg'armasiga barcha o'zgarishlar haqida xabar bergan bo'lsangiz, agar siz familiyangizni o'zgartirgan bo'lsangiz, pasportingiz yangilangan bo'lsa yoki yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berib ma'lumotlaringizni yangilagan bo'lsangiz, chet elda yashasangiz, lekin bu haqda pensiya jamg'armasini ogohlantirgan bo'lsangiz va tegishli tartibda ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, agar siz xorijda yashash holatingizni rasmiylashtirgan bo'lsangiz va har yili konsullikda tirikligingizni tasdiqlab ma'lumotnoma taqdim etib borsangiz, sizning nafaqangizga tegilmaydi. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nüanslar. Bu yerda biz ba'zi bir kutilmagan holatlar va diqqat qilish kerak bo'lgan noaniq jihatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, sog'lig'i yomonligi sababli yashash joyidan chiqa olmaydigan nafaqaxo'rlar. Ko'plab keksalar, ayniqsa erta nogiron bo'lib qolganlar yoki yoshlilar og'ir kasallik tufayli to'shaqda yotadi yoki uydan tashqariga chiqa olmaydi. Ulardan shaxsan pensiya jamg'armasiga borish yoki bankomatdan pul yechish talab qilinishi noqulaylik tug'dirishi mumkin. Tizim avtomatik ravishda bu holatlarni farqlay olmasligi mumkin. Misol 5-9 yoshli bibi o'sha quloqlari og'ir eshitadi, ko'zlari yaxshi ko'rmaydi va o'zi mustaqil harakatlana olmaydi. Uning nafaqasi har oy kartasiga tushadi. Ammo u bankomatdan foydalana olmaydi. Kunning ko'p qismini yashash joyi bo'yicha mahalla fuqarolar yig'ini raisi, profilaktika inspektori va ijtimoiy xodimlar kuzatib boradi. Shunga qaramay, agar uning kartasidagi pul uzoq muddat yechilmagan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida uning sog'lig'i bilan bog'liq ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, nafaqa to'xtatilishi mumkin. Bunday hollarda o'sha bibining yaqinlari yoki mahalla vakillari pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, tibbiy ma'lumotnoma, vrachlik mehnat ekspert komissiyasi, VMI xulosasi, mahalladan yashash joyi haqida ma'lumotnoma taqdim etishlari shart bo'ladi. Ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi xodimlari uyga borib vaziyatni o'rganishlari ham mumkin. Ikkinchidan, bank tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar. Nafaqalar asosan bank kartalariga o'tkaziladi. Ba'zan bank tizimida texnik nosozliklar yoki xodimlar xatosi tufayli nafaqa puli tushmasligi yoki noto'g'ri hisobga o'tkazilishi mumkin. Bunday vaziyatda nafaqaxo'rning o'zi bexabar bo'lib qolishi va pulning o'tkazilmaganligini pensiya jamg'armasi aybi deb o'ylashi mumkin. Misol Oltinmurodjon aka har oy o'z nafaqasini Xalq banki orqali oladi. Mart oyida uning nafaqasi vaqtida tushgan, ammo aprel oyida belgilangan sanada nafaqa puli kartasiga tushmagan. U bankka murojaat qilganda bank xodimi tizimda qandaydir texnik nosozlik bo'lganligini aytib, unga aniq javob bera olmagan. Murodjon aka pensiya jamg'armasiga murojaat qilmagan, chunki u buni bankning muammosi deb hisoblagan. Unmaydan so'ng tizim uning 2 oydan beri nafaqa olmaganligini qayd etadi va avtomatik ravishda to'lovni to'xtatadi. Bunday holatda nafaqaxo'r ham bankka, ham pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, vaziyatni aniqlashi va to'lovni qayta tiklashni so'rashi kerak bo'ladi. Bu holatda ayniqsa nafaqaxo'rning faolligi talab etiladi. 3-dan, vafot etgan nafaqaxo'rning pulini olishda davom etish. Bu qonunbuzarlik hisoblanadi. Agar nafaqaxo'r vafot etgan bo'lsa, uning o'limi haqida pensiya jamg'armasiga darhol xabar berish shart. Aks holda o'limdan keyin olingan barcha nafaqa summalari qonuniy ravishda qaytarib olinishi mumkin. Yangi tizim fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari ahad ma'lumotlari bilan pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini taqqoslaydi va o'lim holatini avtomatik ravishda aniqlaydi. Misol 7da 78 yoshli Xolida buvi aprel oyining boshida vafot etgan. Uning o'g'li Onar onasining vafoti haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermasdan aprel oyining o'rtalarida onasining bank kartasidan unga tushgan nafaqa pulini yechib olgan. 10 maydan so'ng tizim FADIGEO ma'lumotlari bazasi bilan taqqoslashda Xolida buvining vafot etganligini aniqlaydi va uning nafaqa to'lovini darhol to'xtatadi. Shuningdek, uning o'limidan keyin olingan nafaqa miqdorini qaytarib olish bo'yicha choralar ko'riladi. Onarga esa bu qonunbuzarlik uchun tegishli choralar ko'rilishi mumkin. 4-dan, raqamli savodxonlikning pastligi.
Ko'pgina keksa yoshdagi fuqarolar internetdan, onlayn xizmatlardan yoki mobil ilovalardan foydalanishda qiynaladilar. Pensiya jamg'armasi o'z ma'lumotlarini onlayn platformalar orqali ham yangilash imkoniyati taqdim etishi mumkin. Ammo bu imkoniyatdan foydalanish ularga qiyin kechadi. Natijada ular o'z ma'lumotlarini yangilashni kechiktirib, muammoga duch kelishlari mumkin. Bu kabi noaniq nuanslarni bilish va ularga e'tibor berish juda muhimdir. Tizim avtomatik ishlashi bilan birga inson omili bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy holatlar har doim ham hisobga olinmasligi mumkin. Shuning uchun hushyor bo'lish va o'z ma'lumotlaringizni nazorat qilish zarur. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar azizlar, endi eng muhim qismga keldik. Agar siz yuqorida aytib o'tilgan toifalarga kirishingiz mumkinligidan shubhalansangiz yoki shunchaki xotirjam bo'lishni istasangiz, nima qilishingiz kerak? Mana siz uchun aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. O'z ma'lumotlaringizni tekshiring. Birinchi qadam bu sizning pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshirish. Nima qilish kerak? O'z pasportingizni yoki ID kartangizni oling va undagi FYO tug'ilgan sana, pasport seriyasi va raqami, yashash manzili kabi ma'lumotlarni eslab qoling. Siz qayerga murojaat qilish kerak? Eng oson yo'li bu davlat xizmatlari markaziga DXM borish. U yerda sizga yordam berishadi va ma'lumotlaringizni tekshirishlari mumkin. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga ham to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizda elektron raqamli imzo bo'lsa, MyPoke.gov. Uz portali orqali ham pensiya va nafaqalar bo'yicha ma'lumotnomani olish xizmatdan foydalanib, o'z ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz yoki ID kartangiz va nafaqa guvohnomangiz agar mavjud bo'lsa. 2. Agar ma'lumotlaringizda nomuvofiqlik aniqlansa, darhol yangilang. Agar tekshiruv natijasida pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringiz eski yoki noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'lsa, zudlik bilan yangilashingiz shart. Nima qilish kerak? Ma'lumotlaringizni yangilash uchun ariza yozishingiz va kerakli hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazi DXM yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi. Qanday hujjatlar kerak? Pasport yoki ID karta asl nusxasi va nusxasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki nikoh bekor qilinganligi to'g'risidagi guvohnoma asl nusxasi va nusxasi. Yashash manzili o'zgargan bo'lsa, doimiy yashash joyi bo'yicha propiska haqida ma'lumot. Nafaqa guvohnomasi. Agar siz xorijga ketgan bo'lsangiz va bu haqda oldin xabar bermagan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz va xorijdagi konsullikdan tirikligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. O'tish. Bank kartangizni va hisobingiz holatini nazorat qiling. Agar nafaqangiz bank kartasiga tushsa, bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Kartangizning muddati o'tmaganiga va hisobingiz faol ekanligiga ishonch hosil qiling. Nima qilish kerak? Har oy nafaqangiz tushishini nazorat qiling va kartadan muntazam ravishda pul yechib oling yoki undan foydalaning. Agar 1-2 oy davomida pul tushmasa, banka va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Qayerga murojaat qilish kerak? Xizmat ko'rsatuvchi bank bo'limi yoki pensiya jamg'armasi. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, bank kartasi. Ishonchnomalar muddatini nazorat qiling. Agar siz ishonchnoma asosida boshqa shaxsning nafaqasini olsangiz, ishonchnomaning amal qilish muddatini muntazam tekshirib turing va muddati tugashiga kamida 1 oy qolganda uni yangilash choralarini ko'ring. Nima qilish kerak? Yangi ishonchnomani notarial tartibda rasmiylashtiring. Qayerga murojaat qilish kerak? Notarius. Agar nafaqa oluvchi harakatlana olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini ko'rib chiqing. Qanday hujjatlar kerak? Nafaqa oluvchining pasporti, ishonchli vakilning pasporti, nafaqa guvohnomasi. 5. Vafot etgan nafaqaxo'rlar haqida darhol xabar bering. Agar sizning yaqiningiz nafaqaxo'r vafot etgan bo'lsa, bu haqda zudlik bilan pensiya jamg'armasiga xabar bering. Nima qilish kerak? O'lim haqida guvohnomani pensiya jamg'armasiga taqdim etish. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi DXM. Qanday hujjatlar kerak? O'lim haqida guvohnoma, asli nusxasi va nusxasi, vafot etgan shaxsning pasporti, murojaat qiluvchining pasporti. 6. Agar nafaqa to'xtatilgan bo'lsa, uni tiklash tartibi. Agar 10 maydan keyin sizning nafaqangiz to'xtatilgan bo'lsa, vahima qilmang. Uni tiklash imkoniyati mavjud. Siz nima qilish kerak? Sizga pensiya jamg'armasi yoki
DXM orqali nafaqa to'xtatilishining sababi haqida xabar beriladi. Xabarnomada ko'rsatilgan sababni bartaraf eting. Masalan, ma'lumotlaringizni yangilang, tirikligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma taqdim eting. Bankdagi muammolarni hal qiling. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi DXM qanday hujjatlar kerak? Nafaqani tiklash uchun ariza, pasport yoki ID karta. Nafaqa to'xtatilishiga sabab bo'lgan muammoni bartaraf etganligingizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, yangi pasport nusxasi, mahalla ma'lumotnomasi, bankdan ma'lumotnoma, tibbiy ma'lumotnoma. Muddatlar. Barcha kerakli hujjatlar taqdim etilgandan so'ng nafaqa to'lovlari odatda 1 oylik muddat ichida tiklanadi. To'xtatib turilgan davr uchun nafaqa pullari qayta hisoblab chiqilib, to'liq to'lab beriladi. Har qanday shubhali holatda hech ikkilanmasdan pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Yoki mahalla fuqarolar yig'inidagi mas'ul xodimlardan yordam so'rang. Ular sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar, bugun biz juda muhim va dolzarb masalani muhokama qildik. Esingizda bo'lsin. Umumiy sanasidan boshlab nafaqa to'lovlarining ommaviy to'xtatilishi haqidagi xabarlar to'liq vahima qilishga asos bo'lmasligi kerak. Bu ko'proq sizning ma'lumotlaringizning aniqligini ta'minlashga va byurokratik jarayonlarni soddalashtirishga qaratilgan tizimli ishning bir qismidir. Muhimi, oldindan ogohlangan, demak qurollangan. O'z ma'lumotlaringizni hoziroq tekshiring. Agar kerak bo'lsa, ularni yangilang va xotirjam bo'ling. Pensiya jamg'armasi yoki DXM ga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga yordam berish uchun ishlaydi. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda savollarda bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelgusida ham siz uchun foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.